Assalomu alaykum. Bugun kundagi bozorimizga boshlab oldik. Bugun yakshanba, ertalab 5 ta boshlangan bozor. O'sha Xitoy yakka deb tanilgan bozorimizni juda ko'pchilik so'rashibdi. Bu bozor Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida. Bu bozorda o'zim ham savdo qilaman, ham blog yurgiziraman. Mana bu men o'zimning ishlarim hammasi. Bular narxi 22 ming so'mdan hammasi. Rassetkalar siro. Bu bozorimizdagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz hozir. Bu tepali futbolkalar 10 ming so'mdan pachkaga. Ranglari juda ham ko'p. Ishtonchalar 6 ming so'mdan. Bular 7 ming so'mdan ekan. Ranglari juda ham ko'p. Faqat pachka. Bu yerda dona juda kamdan kam sotiladi. Telegram gruppaga tashlangan adyol pastellar narxini so'rabsizlar. Mana bu adyol pastellar hammasidan bor. Zimniy, letniy, hozir aksariyat zimniy sotiladi bu yerda. Mana adyol material 2 kishiligi 120 ming so'm. Ranglari bor. Mana ranglari bor. Ranglari sirof. Bu matrasni ekan 70 ming so'm. Mana bulari 2 kishilik 115 ming so'm. Jatka 130 ming ekan narxi. Bu bambuklar 30 ming bir kishilik, 2 kishilik 45 ming so'm. Katta razmerli kambizonlar 33 ming ekan. Ranglari juda ham ko'p. Bemalol kelib olib ketishlar mumkin. Mezonda egasining telefon nomeri 94lik 442 24 74 telefon nomerlari. Bu kamzirlar 18 ming so'm ekan, ikkita razmerli. Kashmirdan do'yka 60 ming so'm ekan narxi. Kattalar uchun tuya kamzir deydimi, o'shanaqa kamzirlar. Narxlarini bilamiz. Bu kamzirlar 60 ming so'm ekan pachkaga. Qalin. Bular 120 ming ekan. Qalin bu narsa ham. Kapshonkasi ham bor. Bu Limpopo ishlar, o'zimiz seriy ishlari. Buni do'konni reklama qilganmiz. Profilga kirib o'tsangiz bo'ladi. Bu trikolar 25 ming so'mdan pachkaga. Kattalar uchun. Nimaga yaxshi kayfiyat, like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar.